Navbatdagi sura Mumtahina surasi. Mumtahina surasi Mumtahana ham deyiladi. Mashhur Mumtahana. Mumtahana degani imtihon Mumtahina mashhura. Uzr, Mumtahina bo'ladi. Mumtahina degani imtihon qiluvchi degani. Ya'ni bu surada imtihon qiluvchi oyatlar borligi uchun bu sura Mumtahina deyilgan. Mumtahana esa imtihon qilingan ayol degani. Nega desa, o'sha imtihon mu'minalarni iymonini sinash haqidagi imtihon bo'lgan. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam Makka fathida hech kimga aytmaganlar yurishni. Allohga duo qilganlar, Parvardigor ular dushmanlarimizga bizni yurishimizni maxfiy qilgin deb duo qilganlar. Xotib ibn Abu Balta'a degan sahoba bor edi. U kishi Badrda qatnashgan katta buyuk sahobalardan edi. Lekin shu Makka fathida u kishi nimadir hayol bilan o'zlarining aytishlaricha Makka Qurayishlari orasidagi qarindoshlarini himoya qilish uchun Makka fathi haqida bir maktub yozib ularga jo'natdi. Xotib. Bu haqda Jibril alayhisolatu vasallam payg'ambar alayhisolatu vasallamga xabar berdi. Yo'lda ketishayotgan bo'lgan. Fathga yo'lga chiqishgan. Yo'lda keyin Rasululloh akram alayhisalom Hazrat Ali, Urva ibn Zubayr yana bir kishini Miqdod roziyallohu anhuni aytib borib bir ayol bor, o'sha ayolni tutinglar, o'shanda maktub bor olib kelinglar dedilar. Ular yo'lni qidirib hali ayolni topishdi. Topishib keyin u ayoldan senda xat bor chiqar deyishdi. Deganda ular bu Sahih Buxoriyda kelgan bu hadis. U ayol aytdiki, menda hech qanaqa xat yo'q dedi. Shunda ular u deb bu desa hech urinmadi. Oxiri aytishdiki, agar xatni chiqarmasang, unda kiyimingni yechishing kerak bo'ladi. Biz ishonishimiz uchun deyishdi. Ya'ni tahdid qilishdi. Shunda ayol noiloj sochini ostidan xatni maktubni chiqardi. Rasululloh akram alayhisolatu vasallamga olib kelishdi. Maktubni ochsa, Xotib ibn Abu Balta'dan maktub, Makkadagi qarindoshlariga yozilgan maktub. Payg'ambarimiz alayhisalom boshida 10 ming odam ketdi Makkaga qarab degan xabar. Shunda Rasululloh akram alayhisolatu vasallam nega bunday qilding ey Xotib dedilar. Ya Rasululloh, men kufrga yordam berish, iymondan qaytish qilmat uchun qilmadim. U mazmunda qilmadim buni. Lekin sahobalaringizning hammasining yerda qarindoshi, yordamchilari bor. Mening ahlimga yerda yordamchi yo'q. Siz albatta g'olib bo'lishingizga to'la ishonaman men. Faqat men ularga bu gapni aytishdan maqsad meni farzandlarimni bola chaqamni himoya qilish uchun edi deganlar. Ahlimning himoyasi uchun edi deganda Rasululloh akram alayhisalom mayli to'g'ri aytding deganlar. Shunda Hazrati Umar roziyallohu anhu ya Rasululloh izn bering, buni men o'zim kallasini olib tashlab qolay deganlar. Deganda Rasululloh akram alayhisalom shunda aytganlar. Yo'q deganlar. Sen qayerdan bilasan Alloh Badr ahliga qarab sizlarning oldingi keyingi gunohinglarni kechirdim degandir balki deganlar. Ya'ni shundoq. Badr ahli mana shunaqa fazilatga ega bo'lgan edi. Nega shunaqa bo'lgan? Chunki Badr ahli musulmonlarga eng qiyin vaziyatda jonini tikib fidokorlik qilgan insonlar. Ana hadisda ham o'tdi-ku, fathdan oldingi xayr sadaqa, fathdan oldingi yordam u fathdan keyingi bilan barobar bo'lmaydi. Bu doimiy qoida bu. Vaziyat qiyinlashgan sari, qiyin bo'lgan sari o'sha vaziyatda yaxshilik qilish qancha qiyin bo'lsa, savobi shuncha ko'p bo'laveradi. Umumiy qoida shu. Musulmonlarning ravnaqini ko'rib, hamma yoq oshiq bo'layotgandan keyin endi nima qilaveradi? Yordam qilaveradi. Haligi bu yakka shaxslarda ham bo'lishi mumkin. Bir kishiga qiynalgan paytda yordam berish bor. Keyin tevaragi to'g'ri so'rgandan keyin yordam bersangiz, bermasangiz unga farqi yo'q u. Lekin bersangiz beravering. Lekin u ketaveradi shunday ham. Yo'lga tushib qoldi. Ana u qiynalgan paytdagi yordamni o'rnini bosmaydi hech qaysi yo'lda. To'g'rimi? Allohning yo'lidagi yordam ham mana shunaqa. Qiyinchilik paytidagi yordam buning savobi alohida yuqori bo'ladi. Ana shunda ushbu suraning dastlabki oyatlari nozil bo'lgan. Rasululloh akram alayhisolatu vasallamga nozil bo'lib, ey iymon keltir. Bismillahirrohmanirrohim. Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidu aduwwi wa aduwwakum awliya'a tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum minal haqq. Ey iymon keltirganlar, sizlar meni dushmanim, o'zingizlarning dushmaninglarni do'st qilmanglar sizlar. Sizlar ularga mehr muhabbat ko'rsatmoqchi bo'lasizlar, ularga mehr ko'rsatib rahm shafqat qilmoqchi bo'lasizlar. Lekin ular
Robbilaridan kelgan haqqa, Qur'onga ular kufr keltirgan odamlar. Demak, Qur'onga kufr keltirish bu musulmon kishi uchun nihoyatda og'ir bir demak holat hisoblanar ekan. Birovning Qur'onga kufr keltirgan bo'lishi. Ular payg'ambarni va iymon keltirganlarni shahardan haydab chiqargan odamlar-ku, Makka mushriklar. Ularga sizlar mehr ko'rsatmanglar. Oyatlari nozil bo'ldi. Lan tanfa'akum arhamukum va la auladukum. Bola chaqa qarindosh urug' sizlarga foyda bermaydi. Qiyomat kuni esa ora ochiq bo'ladi. Alloh hammasini bayon qilib beradi. Ana undan keyingi oyatlarda Ibrohim alayhisolatu vassalomning otalari haqqiga qilgan duolari haqida so'z ketadi. Ibrohim alayhisalom u kishi bilan birga bo'lgan kishilar qavmlarini da'vat qilishdi. Ular quloq solmagach aytishdiki, Ibrohim alayhisalom aytdiki, men sening haqqingga istig'for aytaman dedi, otalar haqqiga. Va ular duo qilishdi. Robbimiz biz senga tavakkul qildik va bizni kofirlarga fitna qilib qo'ymagin degan duolarni qilishdi. Mana shu duolar keladi. Ana bu Ibrohim alayhisolatu vassalomning qissasida sizlar uchun oxiratga iymon keltirgan kishilar uchun ibrat bordir, namuna bordir deydi Alloh subhanahu va taolo. Undan keyingi oyatlarda esa, mo'min musulmonlar bilan mo'min musulmon bo'lmaganlar o'rtasidagi aloqalar haqida so'z ketadi. Mana la yanhakumullohu anil ladina lam yuqatilukum fid-din. Dinda sizlarga qarshi kurashmagan odamga yaxshilik qilishinglar, ularga adolat qilishinglarni Alloh man qilmaydi. Va lam yukhrijukum min diyarikum. Ya'ni diniylarda sizlarga qarshilik qilmayapti, diniylarda sizlarga qarshi urushmayapti dinda va sizlarni yurtinglardan chiqarib yubormayapti. Mana shunday g'ayri dinlar bor. Nima qilamiz ularga? Ularga yaxshilik qilavering, yaxshilikdan qaytarmaydi Alloh. Ularga adolatli bo'lishingizdan ham qaytarmaydi. Lekin sizlarga qarshi dinda urush qilgan shaxsiy emas va sizlarni yurtingizdan chiqargan odamlarga yaxshilik qilishinglar. Va ularni do'st tutishinglar. Yoki sizlarni yurtdan chiqarishinglarga yordam berganlarga sizlar xayrixoh bo'lishinglarni Alloh man qiladi. Alloh bundan qaytaradi. Ana undan keyingi oyatlar shu imtihon oyatlari. Suraning imtihon degan nomi ham bor. Sura bilan tanishdingmi, tanishmadingmi? Tanishmadingmi? Sura Madinada nozil bo'lgan, Mumtahina surasi. Uzun mufassal suralardan hisoblanadi. Nido bilan boshlangan suralardan ya ayyuhallazina amanu deb boshlangan. Xo'p. Ya ayyuhallazina amanu deb boshlangan qaysi sura o'tdi tepada? Birinchisi ya Muhammad allazina boshlanadi. Ya ayyuhallazina amanu deb boshlangan sura. Birinchisi Moida. Ikkinchisi Hujrat. Uchinchisi mana shu Mumtahina surasi hisoblanadi. Mushafdagi tartibga ko'ra 60-sura, nozil bo'lishiga ko'ra 91-sura. Mushafda 2,5 sahifaga joylashgan, 13 oyatdan iborat, 348 kalimasi bor, 1542 ta harfi bor. 28-juzning 10-chi, 8-chi, 10-chi sahifalar. Suraning 4 ta nomi bor. Mumtahana nomi bor. Keyin imtihon nomi bor. Imtihon ma'nosida. Keyin 3-chi nomi esa mawadda so'zi. Mawadda degan mehr muhabbat degan. Surada mawadda so'zi ko'p takrorlangani uchun uni mana shunday ham nomlashgan. Surada ayollarga bay'at qilish masalasi ko'tarilgan va yana ba'zi bir hukmlar ko'tarilgan. Xullas Alloh subhanahu va taolo surada ana o'sha imtihon haqida aytadiki, imtihon haqida ham bir narsani bilib qo'yishimiz kerak. Ummu Gulsum Uqba ibn Abu Mu'ayt degan kishining qizi Abdurrahmon ibn Avfning xotini bor edi. Makkada Hudaybiyada nima bo'lgan? Hudaybiyada bizdan borgan erkaklarni qaytarasizlar. Bizdan borganlarni qaytarasizlar degan shart Makka ahli tomonidan Madina ahliga, musulmonlarga qo'yilgan edi. Bu shartda ayollar alohida zikr qilinmagan ekan. Asosan erkaklar nazarda tutilgan ekan. Ayollar iymonga kelib Madinaga hijrat qildi ba'zi ayollar. Birinchisi mana shu Ummu Gulsum binti Uqba bo'lgan ekan.
Bu odam, bu ayol Madinaga kelsa, uni akalari, ukalari kelishibdi. Yo Rasululloh, shartnoma Muhammad alayhisolatu vasallamdan endi ular iymon keltirmagan, yo Rasululloh demasa ham, ular talab qilib kelishgan. Shartnomaga ko'ra bizni singilni qaytarasizlar, opamizni qaytarasizlar. Rasululloh akram alayhisolatu vasallam aytganlarga shartnomada erkaklar nazarda tutilgan, ayollar yo'q edi. Mana shu oyat bilan ular, demak, muhojira ayollar haqida oyatlar nozil bo'ldi. Ushbu oyat nozil bo'lgandan keyin muslima ayol mushrika bilan oila qurishi bekor qilingan. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Zaynabni ham chaqirib olganlar. Zaynab roziyallohu anha. Lekin u alohida bir hikoya. Zaynab roziyallohu anhaning hikoyasi alohida. Zaynab roziyallohu anha erdan ajrashib kelganlar, lekin vafo qilganlar va oxiri yashaganlar. Er ham musulmon bo'lgan, Abul Asam. Xullas bu yerda mo'min ayollar kelsa, endi Rasululloh akram alayhisalom aytdilarki, yo'q, endi ular qaytmaydi. Faqat endi imtihon qilish kerak. Nega? Nega bu surada imtihonga buyurilgan? Chunki dushman josus yuborishi mumkin. Nimadir dushmanlik qilishi mumkin. Shuning uchun kelgan ayollarni imtihon qilish buyurildi. Kelgan ayol kelsa imtihon qilishardi. Men Alloh va Rasuliga chin iymon bilan keldim. Erimni yomon ko'rib ajrashish niyatdagina kelganim yo'q. Iymonda sodiqman degan qasamlarni ichish kerak edi. O'sha qasamlar bilan ayollar imtihon qilinib, agar imtihondan o'tsa, endi ular mushriklarga qaytarilmaydigan bo'ldi va uni musulmonlar endi nikohiga olishi durust bo'ldi. Shunda u naryoqda qolib ketgan mushrik er bor-ku, ulardan da'vo paydo bo'ldi. Biz unga xotinga mahar bergan bo'lsam, maharni olib ketaveradimi endi? Ana shunda Alloh subhanahu va taolo musulmonlarga buyurdiki, sizlar o'sha mahrini to'lab qo'yinglar. Mahrini to'lab, mo'mina qiz ayollarni nikohga olishinglar durust bo'ladi degan oyatlar nozil bo'ldi. Suraning oxirgi oyatlarida ayollarning bay'ati haqida gap ketadi. Ayollar, mo'minalar to'planyapti. Endi ayollar uchun ham alohida bay'at olingan. Rasululloh akram alayhisolatu vasallamning Oysha roziyallohu anha aytganlar, Rasululloh biror ayolning qo'lini ushamaganlar, begona ayolning. Ayollar kelib, "Ya Rasululloh, biz ham sizga erkaklarga o'sha bay'at qilamizmi? Qo'lni berib" deganda Rasululloh akram alayhisalom yo'q deganlar. Men ayollarning qo'lini ushamayman deganlar. Ayollar nimaga bay'at qilgan? Ayollar Allohga shirk keltirmaslik, o'g'irlik qilmaslik, zino qilmaslik va farzandlarni o'ldirmaslik va birovga mana shu erkak men bilan birga bo'lgan deb tuhmat qilmaslik va yaxshi ishda payg'ambarga osiy bo'lmaslikka bay'at qilishdi. Alloh subhanahu va taolo mana shu bay'atni olishni Rasululloh akram alayhisolatu vasallamga buyurgan. Mana shu oyatlar bilan sura Karima yakuniga yetadi.